هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Hucurat tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Hucurat suresi 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Hucurat Medine'de nazil bolgan 18 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey müminler! Sizler Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin aldıda hiç kandak bir işini ve sözünü aldı bilen kılmanlar. Allah'tan korkunlar. Allah hakikaten sözünlerini anlap turgucudur. Niyetinlerini ve ahvalınlarını bilip turgucudur. Ey müminler! Resulullah'a söz kılgan çığınlarda avazınlarını peygamberinin avazından yukarı kılmanlar. Sizler birbirinler bilen toğlap yukarı avazda sözleşkende peygamberge toğlap yukarı avazda söz kılmanlar. Unda kılsanlar özlerinler tuymasdan kılgan yaxşı emellerinler bekar bulup gididir. Şübhisiz ki Resulullah'ın yanında pes avazda gep kıyganlarının dillerini Allah takva üçün sınıgan. Ula mağfiretke ve kat savabqa yani cennetke erişidir. Allah'ın ve onun peygamberinin aldıda aldırangılık kılıştın tosuş, Allah'ın peygamberini hürmetleşke ve onunla edepli kaldığı muamele kılışkı buyuruşta ortada. Allah Teala bu ayetler arkalık mümin bendilerge ulanın Peygamber aleyhisselam'a çonkur hürmet ve ihtiram bildirgen. Onu azizligen ve kadirligen halda muamele kılışı hakkında edep ögütüp mundak deydi. Ey müminler! Sizler Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin aldıda hiç kandak bir işini ve sözünü aldı bilen kılmanlar. Yani işlerini ve sözlerini aldıran kuluk kılıp, onundan burun kılıp sanmanlar. Hem işlerini onunla ergişip kalınlar. Ali İbni Ebu Talha, İbn Abbas radiyallahu anhumanın bu ayet hakkında sizler Kur'an'a ve sünnetki xilaf sözlerini kılmanlar degenlikin rivayet kılıdı. Qatada bizge aytilishcha odamlar agar ma'u ishlarda oyat nozil qilingan bo'lsa ekan, agar ma'u ishlar bo'lgan bo'lsa ekan deyishgan. Shuning bilan Alloh taolo ularning bu qilmishlarini yoqtirmay yuqoridagi oyatni nozil qildi dedi. Allohdan qo'rqinglar, ya'ni Alloh sizlarni amr qilgan ishda taqvodorlik qilinglar. Allah hakikaten sözünlerini anlap turgucudur, niyetinlerini ve ahvalınlarını bilip turgucudur. Ey müminler! Resulullah'a söz kılgan çağınlarda avazınlarını peygamberinin avazından yukarı kılmanlar. Bu ügütülgen edep ahlakının ikincisidir. Allah Teala bu ayette müminlerge Peygamber aleyhisselamның aldıda avazlarını onun avazından yukarı götürmeslik hakkında terbiye kıldı. Rivayet kılınışça bu ayet Ebu Bekir bilen Ömer radiyallahu anhuma hakkında nazil bolgan. İmam Bukhari Ebu Muleyki'nin mundaq deganligini rivayet kıldı. İki yaxşı adam yani Ebu Bekir bilen Ömer radiyallahu anhuma halak bolğul tasqagan. Çünkü Peygamber aleyhisselamның kışığa Beni Tamim kabilesinden bir guruh ulaqlıq kişiler kelgen çağda
u ikkisi uning qishida ovozlarini yuqori ko'tarib so'zlashgan. U ikkisining biri Banu Mujashining qarindishi Aqra ibn Habisani amirligiga ko'rsatsa, yana biri boshqa bir odamni amirlikka ko'rsatgan. Shuning bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhuga sen davomliq men qarshi ish qilasan degan. Umar radhiyallohu anhu mu men sana qarshi ish qilmadim degan. Shundaq deyishib, ularning ovozlari yuqori chiqib ketgan. Shuning bilan Alloh taolo ey mu'minlar, Rasululloh so'z qilgan chig'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan to'lab yuqori ovozda so'zlashgandek payg'ambarga to'lab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Unda qilsanglar o'zlaringlar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi degan oyatni nozil qilgan. İbn Zubayr radhiyallohu anhuma bu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalom Umar radhiyallohu anhudan nima deganligini so'ramagicha u payg'ambar alayhisalom anglagidek unlik ovozda so'z qilmaydi degan. U ya'ni İbn Zubayr cho'ng dadasi Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida biror narsa demagan. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Abu Mulakining yana bir rivoyatda mundaq deganligini bayon qilgan. Bani Tamim qabilasidan bir guruh uloqliq kishilar payg'ambar alayhisalomning qishiga kelgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomga Qaqoni ibn Ma'badini ulog'i amr qilgan deganda Umar radhiyallohu anhu Aqra ibn Habisani amr qilgan degan. İmam Buxoriy Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Sabit ibn Qays radhiyallohu anhuni bir qancha kun ko'rmaganligi uchun surishti qildi. Bir odam, ey Allohning payg'ambari, men sana uning xabarini elib kelay dedi. Ondan u uning uyiga keldi. Sabit uyda beshini sangilatgan holda turardi. U odam uningga, "Nim bo'lding?" dedi. U javoban, "Yaman ish yuz berdi" dedi. Aslida u ovozini payg'ambar alayhisalomning ovozidan yuqori ko'tarib gap qiladigan bo'lganligi uchun mening amalim bekor bo'lib ketdi, men do'zax ahlidan bo'lib qoldim deb o'ylab shundoq tushkunlashib ketgan edi. U odam payg'ambar alayhisalomning qishiga kelib Sabitning aytganlarini uning so'zlab berdi. Keyin u odam Sabitning qishiga qattiq xush xabar bilan qaytib bordi. Payg'ambar alayhisalom uningga sen Sabitning yeniga berib, uningga shak shubhisizki sen davzax ahlidan emassan, balki sen cho'qim jannat ahlidansan degan edi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Ahmad Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat, ya'ni ey mu'minlar, Rasululloh so'z qilgan chig'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan to'lab yuqori ovozda so'zlashgandek payg'ambarlarga to'lab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Unda qilsanglar o'zlaringlar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi degan oyat nozil bo'lgan mazgillarda Sabit ibn Qays yuqori ovozda gap qiladigan odam edi. U payg'ambar alayhisalomga ovozni ko'tarib so'zlagan kishi men edim. Men do'zax ahlidan bo'lib qoldim. Yaxshi amalim bekor bo'lib ketdi dedi. U oilasida bir qancha kun qayg'urgan holda o'ltirib qoldi. Payg'ambar alayhisalom uni surishti qildi. Ba'zi odamlar uning uyiga bordi va uningga "Sana nim bo'ldi?" Payg'ambar alayhisalom seni surishti qilyotdi dedi. U payg'ambar alayhisalomga ovozni ko'tarib so'zlagan kishi men edim. Men uning yuqori ovozda to'lab so'zlaydim. Endi yaxshi amalim bekor bo'lib ketdi. Men davzax ahlidan bo'lib qoldim dedi. Ular payg'ambar alayhisalomning qishiga kelib, uningga Sabitning aytganlarini yetkizdi. Payg'ambar alayhisalom, "Yo'q, balki u jannat ahlidandir" dedi. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Sabitning aramizda hayot yurganligini ko'ratdik.
Biz uning jannat ahlidan ekanligini bilatdik. Yamama urushi bo'lgan kuni oramizdagi ba'zi ishlar reallikqa aylandi. Urushqa Sabit ibn Qaysmi kelgan edi. U xushpuroq ishlatib kepanlikini kiydi. Ondan do'stlaringlarni qon to'kishga majburlashinglar nima degan yomon dedi-de, ular bilan toki shahid bo'lguncha jang qildi. Allah onundan razı olsun. Allah Teala mu'minlarni Peygamber aleyhisselamga bir adam Peygamber aleyhisselamdan başka bir adamga to'lab yuqori ovozda so'zlagandek so'zlashni to'sdi. Aksicha u uningga temkinlik, ehtirom va hurmat bilan so'z qilish kerak. Shuning uchun Alloh Teala mundaq deydi. Sizlar bir-biringlar bilan to'lab yuqori ovozda so'zlashgandek payg'ambarga to'lab yuqori ovoz bilan so'z qilmanglar. Yuqori ovozda so'z qilmanglar. Bu vaqtda Alloh Teala mundaq deydi. Ey mu'minlar, payg'ambarni sizlar bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Unda qilsanglar o'zlaringlar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. Ya'ni biz sizlarni payg'ambarning qishida yuqori ovozda so'z qilishdan faqat uningdan payg'ambarning ochiqlanishi, ondan payg'ambar ochiqlanganligi uchun Alloh taolaning ochiqlanishi, ondan Alloh taolo payg'ambarini ochiqlantirgan kishining amalini bekor qilib o'tishi va u kishining buni bilmay qilishidan qo'rqqanligi uchun to'sdi. Bu haqda İmam Buxoriy payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubhisizki bir odam Alloh taolaning roziligi uchun biror so'zni og'zidan parvosizla chiqarib soladi-da, shu so'zining savobi bilan u odamga jannat yoziladi. Bir odam Alloh taoloni g'azablantiradigan bir so'zni parvosizla chiqarib soladi-da, u so'zning jazosi bilan u odam osmon zaminning orasidan yiroq bo'lgan dovzaqqa yiqiladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alloh taolo bandilarini payg'ambarning qishida to'van ovozda so'z qilishga tavsiya qilib va uningga rag'batlantirib mundaq deydi. Shubhisizki Rasulullohning yonida past ovozda gap qilganlarning dillarini Alloh taqvo uchun sinagan. Ya'ni ularning dillarini taqvolik uchun xolis qilgan va taqvolikning makoni qilgan. Ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishadi. İmam Ahmad Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhuga ey mu'minlarning xalifasi, gunohni xohlamaydigan va gunohni qilmaydigan odam afzalmi yoki gunoh qilishni xohlagan, biroq uni amalda qilmaydigan odam afzalmi deb xat yozilgan. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu shek shubhisizki gunoh qilishni xohlagan, biroq uni amalda qilmaganlar afzaldir. Ana shunda qilganlarning dillarini Alloh taqvo uchun sinagan. Ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishadi deb javob yozgan. Shubhisizki seni hujralar, ya'ni pak ayollaringlarning turalg'i joylari orqasidan to'laydiganlarning to'lisi aqlsiz kishilardir. Sen ularning oldiga chiqqaningga qadar ular sabr qilib tursa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Alloh nihoyatda mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. Payg'ambar alayhisalomni hujralarning orqasidan to'laydigan kishini ayblash to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni uning ayollarining uylari bo'lgan hujralarning orqasidan to'laydiganlarni ayblab mundaq deydi. Shubhisizki seni hujralar, ya'ni pak ayollaringning turalg'i joylari orqasidan to'laydiganlarning to'lisi aqlsiz kishilardir. Odatda qaloq arablar shundaq qiladi. Alloh taolo ularni adabli bo'lishga tavsiya qilib mundaq deydi. Sen ularning oldiga chiqqaningga qadar ular sabr qilib tursa,
ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Ya'ni uningda ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshilik va manfaat bor edi. Alloh taolo ularni Allohga qaytishga va tavba qilishga chaqirib mundaq deydi. Allah nihayet mağfiret kılgıcıdır, nihayet mehribandыр. Aytilishicha bu ayet Aqra ibn Habis Tamimi radıyallahu anhu hakkında nazil kılıngan. İmam Ahmed Aqra ibn Habis radıyallahu anhu'dan rivayet kıldı ki, o Peygamber aleyhisselamni hujralarning orqasidan to'lab, ey Muhammed degan. Yani bir rivayette ey Allah'ın elçisi degan. Peygamber aleyhisselam ona cevap vermegen. Şunun bilen o, ey Allah'ın peygamberi, hakikaten mening maqtishim elbette chiroyliqdir. Ayblishimmu elbette qabihdir deganda Peygamber aleyhisselam g'olib ve büyük Allah shunday qildigan odamlarni elbette ayblidi degan javobni qaytargan. Elhamdülillah, yuqorida Sure Hujurat tefsiridan 5. oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.